Shodiyor aka, nimaga boshqaga uylanib ketdingiz? Va'dalar bergandingiz-ku. Menga ham va'dalar bergandingiz. Erkakmisiz o'zi? Erkakmisan? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik. Uxlur. Yaxshi emas. Yangi kuyov, hayot qalay bo'lyapti? Ha, tushunarli, nima bo'ldi? Kechqurunlar uxlay olmayapman, qiynalib ketdim. Oldin senga uylanaman deb va'da bergan qizlarimning ovozlari kechqurun bilan meni qiynamoqda. Qiynalib ketdim, to'ydan beri uxlaganim yo'q. Ko'zlarimni qara. Men senga necha marta aytdim, hamma qiz bilan gaplashavermadim. Yaqinda uylangan amakim o'g'li bor, xuddi seni holating bo'ldi. Tenday bo'lib qoldi. Nima qilaman? Men sizga gapiryapman. Nimaga quloqingiz gapyapti? Men ham gapiryapman. Siz kimsiz o'zi? O'zingiz kimsiz? Men yaxshi ko'rgan qizlari bo'laman. Men ham yaxshi ko'rgan qizlar bo'laman. Keling o'tlardan so'raymiz. Shodiyor aka, kimni yaxshi ko'rasiz? Meni yaxshi ko'rasiz-a? Yo'q, meni yaxshi. Meni yaxshi. Meni. Uf, Meni. har xil ovozlar eshitilyaptimi? Ko'p erkaklar ovozini eshityapsanmi? Bu yoqqa onangga ket.